Xolani topdim. Xola somsalaringiz qanchadan ekan? Keldik. Somsalar 3000 dan. Qanaqalari bor? Ashqovoq, ko'kat, kartoshka bor. Lichkami to'ldirib yubordilaring, somsachi xonim oldiga boring mana xolamiz oldiga keldik mana. Somsalari o'sha tugayapti, xudo xolasa mana. Nima, maqsad nima hozir chiqishdan? Xolamizni mana ko'rib turibsizlar. Somsalar qanchadan sotyapsiz xola? 3000 dan. 3000 so'mdan sotyaptilar. Juma kunlari 4 tadan qilib beryapman deyaptilar. Mana hozir bu joyga kelishimizdan maqsad mana Marlon shahar Cheramushkadan kirganda ikkinchi bog'chadan shuni o'ng qo'lga burilganlarida ijarada turib ekanlar. Shu joylari ham ijara ekan. Yashash xonadonlari ham ayrim sabablarga ko'ra boshlariga mushkulot tushib sotilib ketgan ekan. Hozir uysiz ijarada yurib ekanlar. Maqsad profillarni rivojlantirish, obunachilar, profillarni rivojlantirsalaring, shu reklama olsalar, xolamiz bir uy-joylik bo'lib qolsalar, shuni hissasida biz ham keldik. Hamma blogerlarga murojaat qilgan ekanlar, lichkami to'ldirib yubordi obunachilar. Keldim mana, qolgan blogerlardan ham iltimos qilib qolaman. Intervyuda boshqa, hayotda boshqa bo'lmanglar, iltimos qilaman. Bitta videoda ayamasdan kelib video qilib ketinglar. Ko'pchilik iltimos qilishibdi, inobatga olishmabdi. Maqsad shu, profillarni rivojlantirsak, xolamiz bitta uyli bo'lib qolardilar. Bilaman, sizlarga ishonaman, maksimalniy podeshka qilasizlar, obuna bo'lib, xolamizni bitta uy-joyli bo'lishlariga yordam beraylik. Sizlardan bir so'm pul so'raganimiz yo'q, faqatgina shu maksimalniy profillarni rivojlantirib beraylik, kelib somsalardan yeb ko'ringlar. Mana akamiz ham internetda ko'rib kelyapsizmi xolamizni? Kecha ko'rib. Ha. Abidga bugun bir olaylik. Zo'r qilibsiz aka. Mana biz ham hozir xolis video qilib beraylik keluvdik aka. Mana hamma somsalarni olib qo'ydilar mana akamiz, duo qilib qo'yasizlar. Yana bo'lsa yana olaverardim deyaptilar. Qo'limizda endi shu kelar ekan, nima? Shu. Sog' bo'ling aka.